Dehqon odam ekadigan sezoni bor. Ya bir ustalarda bir mavsumi borki, ana shu mavsumini bir kundan ham o'tib ketishini xohlamaydi. Chunki sezon tugasa yana bir yil o'tirish kerak bo'ladi. Endi muroqaba manzilatiga yetgan odam Allohga ibodat qilinmasdan biror kuni o'tib ketishini, biror lahzasi o'tib ketishini xohlamaydi. Ya'ni bugun bir pora Qur'on o'qish kerak edi, o'qimadi. Alamda qoladi. Ertalabda aytadigan zikrlari bor edi. Qolib qoldi, alam qiladi, o'tib ketdi. Ya'ni agar banda muroqaba manzilatida bo'ladigan bo'lsa, agar banda doim Alloh u bilan birga ekanini, doim uni kuzatib turganini, sirri oshkorasini bilishini his qilsa, shunda hayotini har bir lahzasi ibodatsiz o'tib ketishligidan, vaqtini zoyi bo'lishidan qo'rqib yashaydi. Dehqon odam ekadigan sezoni bor. Ya bir ustalarda bir